Assalomu alaykum. Biz bu yil ishlarimizni boshlab mana pastda bitta obyektimizni tugatib oldik. Bu ishlar bizlar hammasini 100% qilmaganmiz. Qayerdadir krashden bolalar ilishgan, qayerdadir turba tashlab berishgan. Asosan rozlifimizda o'zimiz tortganmiz. Yaxshigina ob'yom bor bu yerda, shuning uchun ikki kishini kuchi yetmaydi o'zim bilan sherigimniki. Shuning uchun bolalar turba tashlab berishgan krashden bilan bizlar atotlar bo'laganmiz. Ular kran uragan shuni ishlaganmiz. Kaman xolos kamanda bilan qilgan ishimiz. Ba'zi bir joylarda chertyoj, ba'zi bir joylarda chertyojsiz ishlagan joylarimiz bor. To'g'ri kelmagan ventilyatsiya bilan elektrik biza bilan strech kelib qolgan. To'g'ri bo'lgan, shuning uchun ulaganmiz shu tarzda. Ancha bo'ldi, videolarimizni qo'ymay qo'ydik. Bu yerda boshqa iloji bo'lmadi. Shuni ko'tarib yubordik. Shundan pastga tushmasin deganda prorab bilan maslahatlashgan holda shunaqa ko'rinishda bo'lgan. Asosni yana kiramiz hozir. Bu yerda qiyshiq kirib boramiz. Liniya bir-biriga to'g'ri kelmagan. Apresovka jarayonimiz qoldi. Ishga keladiganimiz bir 15% ishimiz qoldi. Shuni bitirsak, xudo xolasa keyingi obyektga ketamiz. Mana shu holatda bo'lgan bizning ishlarimiz. Hozir ishlab turganimiz mana shu yerga turbani qo'yib payka qilyapmiz. O'tugimiz qizigancha ozroqgina video olaylik dedik. Bekor turmagan holda. Mana shu holatda. Он туда. Мой друг работает. Махмуджан, когда сдадим объект? Объект когда сдадим? Еще как.